Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzumiz bo'yin osteoxondrozi, bel og'riqlari, bo'yin umurtqasi og'riqlari, qo'llarda, oyoqlarda uvishish, ildisimon og'riqlar haqida gaplashamiz. Bo'yin va bel og'riqlari nimadan kelib chiqadi? Sababi, belgilari qanaqa va yechimlar. Shular haqida to'liq gaplashamiz. Siz esa ungacha kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Hozirgi paytda o'zi zamonaviy tibbiyotda kam harakatlik ko'paygan sari kasallik ham ko'payib boraveradi. Ya'ni bemorlar kelishadi. Oldin 30-40 yoshdan keyin uchrashgan bu kasallik. Ya'ni bo'yin va bel grijalari, og'riqlari, qo'ldagi uvishlar. Lekin hozir bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Kasallik yosh tanlamayapti. Aynan shu kasallik. Shuning uchun e'tiborliroq bo'ling. Shuning uchun e'tiborliroq bo'ling. Bu kasallik tanlamayapti. Ya'ni mutaxassislar yo'q. Ya'ni bemorlar doktor 20 yoshdaman, qanaqa qilib menda grija bo'lishi mumkin deydi. Yo'q azizlar. Hozir bo'yi yuqorida aytganimizdek kasallik yosh tanlamayapti. Praktikamizda shunaqa holat bo'lgan, 14 yoshli qiz bolada ham 6 millimetrlik grija bor. Aniqlangan. Ya'ni qizini shikoyati bilan, ya'ni ona bola kelishgan, doktor qizimni beli og'riyapti. Xo'p, qachondan beri? 15 kun bo'ldi. Xo'p, biz anamnez yig'dik, ya'ni kasallik tarixini o'rganganimizda va tekshirganimizda belda grija belgisi bor. Keyin biz onasiga tavsiya qildik. Onasi bitta bularni MRT qildiring. Keyin onasi xafa bo'ldi bizdan. Doktor, 14 yoshli qiz bola qanaqa qilib grija bo'lishi mumkin? Keyin biz aytdik, yo'q, biz avliyo emasmiz, kechirasiz. Bitta MRT qildirganimizdan keyin xulosa qilib beramiz deb tushuntirdik. Va qildirishdi 6 millimetrlik grija. Onasi nohaqligini bildilar, indamay kelib, bizani tavsiyalarimizni olishdi va muolajalarini olgandan keyin hozir Allohimga shukr, qiz juda ham zo'r, sog'lom, lekin bir nechta buni sekretlari bor. Hali videoda keltirib o'tib ketaman. Xo'p, bo'yin va bel osteoxondrozlari, og'riqlari, nerv siqilishlari nimadan kelib chiqadi? Zamon rivojlangan sari insonlarda dangasalik kuchayib boraveradi. Nimaga? Texnologiyaga nisbatan moyilligimiz oshib boryapti. Ya'ni kamroq harakat qilib, ko'proq natijaga erishish. Bunda bo'yin va belda harakat kamayganligi hisobiga umurtqalar orasidagi disk mo'rtlashadi. Natijada esa uni mustahkamligi, ya'ni elastikligi pasayishi natijasida xuddi shunaqa grija paydo bo'lish ehtimolligi juda ham oshib ketadi. Bu esa o'rnidan noto'g'ri turish yoki bo'lmasa birorta og'ir narsani noto'g'ri ko'tarish va qaltis harakatlar, doimiy bitta joyda o'tirish, shu kabi sabablar bu bel va bo'yin grijalariga asosiy sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirgi paytda yarim soat, 1 soat doimiy sport bilan shug'ullanish, uzoq masofalarga piyoda yurish va doimiy aktiv harakat insonning sog'ligini asosiy muammosi va yechimi bo'lib qoldi. Shuning uchun azizlar, e'tiborliroq bo'ling. Buni bir nechta sabablarni keltirib o'tdim. Endi yechimlar beramiz. O'zi bo'yin grijasida, bel grijasida bir-biridan farq qiluvchi bir nechta asosiy belgilar bor. Bo'yin grijasida bu qo'lga og'riq berishi, kechqurun yotganda qo'lda uvishib kuchayishi, quloqda shovqin, bosh aylanish holatlari, og'irlik, boshga og'riq berish holatlari kuchayishi mumkin. Bu esa bo'yin grijasini belgisi hisoblanadi. Endi bel grijasini belgilari belda kuchli og'riq, oyoqda uvishish, paresteziyalar, ya'ni sezishni pasayishi, oyoqda kuch kamayishi, atrofiyalar, ya'ni mushaklarning ozish holatlari, oyoqda kuch kamayish holatlari va kechqurun og'riqni umurtqa bu yoqqa egilganda yotolmaslik holatlari kuchayishi mumkin. Bu esa
bel grijasini asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun bizaga murojaat qilganda patsientlarimiz, bemorlarimiz qanaqadir sehrli dori kutishadi yoki bo'lmasa qanaqadir sehrli muolaja kutishadi. Doktor, bitta dori bering yoki bo'lmasa bitta muolaja qiling, shu bilan tuzalib ketadi. Yo'q azizlar, unaqa yo'li yo'q. Har doim aytaman, birinchi navbatda agar kuchli og'riq bilan kelsangiz, biz birinchi og'riq qoldiruvchi dorilar beramiz. Standart bo'yicha albatta. Keyingi etapda albatta suzish va mashqlar. Azizlar, boshqa sehrli davosi yo'q buni. Har doim regular ravishda 2 mahal yoki 3 mahal yarim soatdan aynan bo'yin va bel mashqlarini qilish sizda agar bel grijasi bo'lmagan bo'lsa, buni oldini oladi. Agar bel grijasi yoki bo'yin grijasi paydo bo'lgan bo'lsa, buni albatta tuzatadi. Mexanizmi qanaqa? Kunning salqin qismlarida bo'yin va bel grijalar qo'zg'ab qolishi, atrofda grijani atrofida mushaklar bor. Mushaklar va bo'ylamlar. Bu salqin qismda stenoz, ya'ni spazm beradi. Torayadi. Shuni hisobiga nervlar siqilib, bu og'riq beradi. Shuning uchun arzimagan yuvinib ko'chaga chiqib ketishlar yoki bo'lmasa narsalarni noto'g'ri ko'tarishlar yoki bo'lmasa salqin ob-havo ham mushaklarni spazmga olib keladi. Natijada esa bu og'riq qo'zg'ab qoladi. Shuning uchun sehrli, boyaga yuqorida aytib o'tib ketgan azizlar, sehrli davosi yo'q. Faqatgina og'riq kuchli paytda mashqlar qilish mumkin emas. Mashq, massajlar og'riqlarni ketkizib, keyin suzish haftada kamida 3 marta va har kunlik ertalab va kechqurun yarim soatlik bel va bo'yin grijalari og'riqlari uchun mashqlar. O'shanda sizda qo'ldagi muzlashlar, oyoqdagi muzlashlar va pareziyalar, ya'ni har xil noxush belgilar yo'qolish ehtimolligi juda yuqori bo'ladi. Shuning uchun azizlar, biz kasallikni faqatgina belgisini emas, sababini yo'qotishni tavsiya qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta, manfaatli videolar hali oldinda.